Hammaga salom. Bugun kanalda biroz noodatiy video chiqaraman. Gap shundaki, Kunduziy taxallusli bloger o'zining kanalida yangi mavzusida video chiqargan ekan. Videoga 3 oydan oshgan. Men endi duch keldim bu videoga va videoni ko'rish jarayonida shunchaki dahshatli darajada ilm-fanga zid bo'lgan, ilmiy ma'lumotlarga zid bo'lgan gaplar gapirilganki, o'zini ilmiy bloger deb ataydigan bloger nimaga bunaqa gap gapirganini men bilmadim, lekin shu haqida gapirib o'tishga qaror qildim, chunki videosi ko'p ko'rilgan, 100 ming martadan ko'p ko'rilgan va undagi ko'pgina ma'lumotlar shunchaki xato va kanalimizni mavzusi ham hozir men gapirmoqchi bo'lgan video qismidagi mavzu bilan bir xil bo'lgani uchun o'z kanalimda shu mavzuda video olishga qaror qildim. Gap nima haqida ketayotganini hozir bilib olasizlar. O'zi aslida Yangi yil bayramini o'zi ham deyarli mantiqsiz bayram. U nimaga asoslangan? U yillar tugashiga asoslangan, to'g'rimi? Ya'ni kalendardagi yil 31-dekabr tugaydi, 1-yanvardan keyingi yil boshlanadi, lekin shu faktdan boshqa hech narsaga asoslanmagan. Va bu faktni ham odamlarni o'zi o'ylab topgan. Ya'ni prosta qaysidir kalendardagi tugaydigan yil. Bu shunchaki kalendardagi tasodifiy bir raqam, tasodifiy bir sana emas. Buni albattaki odamlar o'zlari havodan olishmagan, shunchaki o'ylab topishmagan. Bu 16-asrda italyan astronomi Luigi Lilioni o'sha astronomik va matematik hisob kitoblariga asoslangan. Mana shu biz bugun ishlatadigan Gregorian kalendarini matematik, astronomik hisob kitoblari bor. U ana shu hisob kitoblarga asoslangan. Misol uchun, Zartushtiylik dinida boshqa kalendarda tugaydi, Maya sivilizatsiyasida umuman boshqa kuni kalendar tugaydi. Misol 2012-yil qiyomat bo'lar ekan deb vohma qilishgani ham o'sha Maya kalendari tugaganidan bo'lgan, lekin qiyomat bo'lmadi, chunki bu odamlar o'ylab topgan, odamlar o'zini ehtiyoji bilan qilgan narsalar va birinchidan aynan Maya kalendarining o'zida 2012-yilda qiyomat bo'ladi degan narsa bo'lmagan. Buni odamlar o'zlari shunaqa talqin qilishgan, lekin Maya-shunos olimlar bunaqa xulosa chiqarishi hech qanaqa asos bo'lmaganini aytishadi. Kalendari 12-yilda tugashi bu shunchaki Maya kalendarida o'sha bir siklni tugashi bilan bog'liq. Xo'p, mayli, bu borada hozir chuqurlashmaymiz. Buni rost deb qabul qiladigan bo'lsak ham, hozir bloger do'stimiz shunaqa argument keltiryaptiki, mana bu kalendar noto'g'ri, xato, demak hamma kalendarda shunaqa, hamma kalendarlarni odamlar o'zlari shunchaki o'ylab topishgan. Aslida esa albatta bunaqa emas. Maya kalendarini chetga surib qo'ysak ham to'g'ri, boshqa ko'p kalendarlar tarixda ixtiro qilingan, ko'plari xato, nisbatan xato, ko'proq xato bo'lishi mumkin, kamroq xato bo'lishi mumkin. Lekin bu degani bitta kalendar yoki 10 ta kalendar xato degani endi hammasi xato bo'ladi, ichida bironta ham haqiqatga yaqin bo'lgan kalendar yo'q degani emas. Gregorian kalendari aynan barcha mavjud kalendarlar ichida ilmiy hisob-kitob nuqtai nazaridan eng aniq kalendar hisoblanadi. Bu na bir qaysidir faslni tugashi bilan bog'liq, na bir astronomik holat, na bir qanaqadir hech narsa yo'q. Bu aynan astronomik holat bilan bog'liq. Bu aynan astronomik kuzatuv bilan bog'liq. Bitta kalendar tugashi, bir yili tugashi, bu yer quyosh atrofida bitta sikl bir marta aylanib chiqdi degani. Shu uchun bu bilmadim, bu qanaqa gap bo'ldi bu. Hech qanaqa astronomik holat bilan bog'liq emasligi haqida. Bu aynan astronomik holat bilan bog'liq do'stlar, aynan astronomik holat bilan bog'liq. Aynan astronomik kuzatuv, hisob-kitob, fakt bilan bog'liq. Bu kalendarni haqiqatligi bilan bog'liq hamma ilmiy hisob-kitoblarni shu videoni tagida qoldiraman. Kimga kerak bo'lsa, shu men qoldirgan linkdan o'tib ko'rishinglar, tanishinglar mumkin bo'ladi. Do'stimiz bu videoda juda ko'p gapirganlar, lekin men videoni shu joyda to'xtataman. Bu videoni aynan mana shu qismini tanqidiy tahlil qilib video qilishimga sabab bu kanalimiz mavzusiga to'g'ri kelishi bilan bog'liq. Aytganimdek, kanalda birinchi marta bunaqa video qildim. Izohlarda yozib qoldiringlar, sizlarga qanchalik yoqdi, yoqmadi, bunaqa video qilish kerakmi? Yoqqan bo'lsa like bosinglar. Hammaga rahmat. Hozircha xayr.